Uchinchi tartibli determinantni hisoblashning Sarius usuli. Sarius usulida berilgan determinantni ustun yoki satriga nisbatan hisoblanadi. Bunda ko'proq amaliyotda qo'llaganda ustun ko'chirish usuli qulayroq hisoblanadi. Misollar yordamida ko'raylik. Demak, berilgan determinantimizni ustun ko'chirish usuli bilan hisoblaylik. Mana A determinantimiz berilgan. Demak, biz determinant A ni topyapmiz. Bunda mana bu chizmada alohida chizib ko'rsatilgan. Aslida bular ham bitta chizmada bo'lishi kerak edi, lekin tushunish uchun alohida chizmaga chizib oldim. Determinantga chizib oldim. Demak, bunda bizda determinantimizni o'zi yoziladi. Mana bu 3-chi ustundan keyin biz birinchi hamda ikkinchi ustunni 3-chi ustunga parallel ravishda ko'chirib yozamiz mana. Yozib, 3 ta element bitta to'g'ri chiziqda bo'lgan, mana bunday qizil rangli 3 tasi bitta to'g'ri chiziqda bo'lgan elementlar o'tkazib olamiz. Va bularni barchasini ko'paytirib, mana qiymatini yozib chiqamiz. Birinchisi demak 2, keyingisi 18, uchinchisi esa 0. Endi bu asosiy diagonal bo'yicha chizilganlari deyiladi. Mana bu endi xuddi shunday mana bu 3-chi ustunga 1 bilan yana 2 ni parallel qilib ko'chirib olib, endi yordamchi diagonal bo'yicha chizilgan 3 tasi bitta bo'lgan elementlarni ko'paytmasini yozib olamiz. Birinchisi 1 2 3 6, 1 3 1 3, 2 0 1 0. Demak, bularni hisoblashlarini amalga oshirsak, determinantimizning qiymati 11 chiqdi. Demak, bu ustun ko'chirish usuli ekan. Endi xuddi shunday satr ko'chirish usulini ko'raylik. Demak, mana bu determinantimiz berilgan. Mana. Bilamiz, satr mana bu qator deb tushunsak ham bo'ladi. Mana xuddi shunday birinchi hamda ikkinchi satrimizni pastga 3-chi satrdan keyin parallel ravishda ko'chirib yozdik. Bunda ham xuddi shunday asosiy diagonal bo'yicha 3 ta element bittada bo'lgan to'g'ri chiziq qilib o'tkazamiz. Xuddi shunday buni ham parallel ko'chirib 3 tasi bitta to'g'ri chiziqda bo'lgan elementlarni yordamchi diagonal yordamida to'g'ri chiziqlar chizib olamiz. Bularni ham hisoblashlar amalga oshirsak, determinantimizning qiymati 11 chiqdi. Bundan ko'rinadiki, Sarius usulidagi, ya'ni ustun yoki satr ko'chirish bilan ishlasangiz ham determinantning qiymati ikkala usulda ham bir xil chiqar ekan. Hurmatli talabalar, demak, sizlar bilan mavzumiz shu edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.